Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun yangi Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida yangi baliq ko'li ochildi. Ochilish munosabati bilan xudo xolisi mana odamlarni ko'rib turibsizlar. Xudo xolisi eng kichkina balig'imiz ham 1,5 kilodan 3 kilo, 4 kilo, 5 kilogacha ko'limiz kattaligini hisobiga 500 kilodan oshiq baliq tashlandi. Kimga adreslari kerak bo'lsa, bemalol Telegram gruppamizga qo'shilib, lokatsiyalar joylab qo'yganmiz. Bemalol kelib qiziqadiganlar ishtirok etsalaring bo'ladi. Endi yaqindagi holatlarni sizlarga syomka qilib ko'rsatamiz. Mana yaqindagi holatlari, odamlarimiz ishlayapti, ovchilar. Kilo bor ekan. Bugundan xudo xolisa ish faoliyati boshlandi. Mana odamlar ko'rib turibsizlar. Ovchilar juda ham ko'p. Xudo xolisa bugun bepul, ertadan bemalol kelib lokatsiyalar gruppaga qo'yilgan. Hokimnazar baliq ovi deb yozilgan. Gruppaga qo'shilib bemalol lokatsiya bo'yicha kelishlari mumkin.